hujjatlar o'zining me'yoriy hujjatlar. Xo'p, bu hujjatlar xatlar, buyruq, xodim ishga olinsin, ish haqi berilsin, mukofot berilsin, rahbar buyruq chiqarib imzo qo'yib beradi. Qarorlar hammasi korxona o'ziniki. Faqat bu korxona o'ziga, korxona nomimiz o'sha korxona o'ziga amal qiladi. Bu bunga amal qilmaydi. Buniki bunga amal qiladi, buniki bunga amal qiladi, buniki bunga amal qiladi. Oxiri shunday bu yerda. Qanaqa hujjat chiqadigan mana shu. Mana bu yerda soliq qo'mitasi va nima edi? Markaziy bank ham bor. Pul muomalalari, kassada operatsiyalarni markaziy bank mana shunaqa. Hammasi kassa bor. O'shaning uchun mana bu tartib soladi. Shularlar to'rtta bosqich orqali hujjatlar. Topsizlar, mana bu hujjatni internetda topasizlar. Yozib qo'yasizlar. Bu hujjatni o'qib chiqamiz. Mayli. Yodlamanglar, qarab chiqinglar ichini bir. Xo'p, ikkinchi mana bu bahamasini mayli o'qimasanglar 24 tasini spiskasini ko'rib qo'yinglar. Bu shim bahamasi bo'yicha o'taveramiz. Mana bu nizomni ham o'qib qo'yinglar. Demak, bitta hujjat bilishimiz kerak, ikkitachi me'yor hujjat bilishimiz kerak, uchinchidan bilishimiz kerak. Mana shu ishtasidan yaxshi hujjatni hozir bilib olsak, sekin-sekin qolganlarini ham o'rganib boramiz. 24 ta standart faqat nomni bilib qo'yinglar bo'ldi. Hozir 24 faqat yozib qo'yinglar. Iloji boricha bu mana bu bir 10 barobar chiqadi, mana bu bir 20 barobar chiqadi. Bu ko'p narsa bu. Har bir kitob shaklida chiqqanlari bormi? Buni o'zi chiqarib olib, bir 2-3 marta o'qib qo'ysa yaxshi bo'ladi. Sababi birinchi tushunmaysizlar, misol ishlab, to'g'ri ishlagandan keyin nimaligini bilib olasizlar o'zingiz ichida. Har narsada birinchi me'yor hujjatni, qonun hujjatini bilmasan, biz uni sohani o'rganib olmaymiz. Avval nima ekan u buxgalter nima ish qilar ekan, vazifasi nima, huquqi nima, vazifa nima, unga javobgarligi bormi, yo'qmi, o'shani bilishimiz kerak. Va mana bu narsani bilishimiz kerak. Sababi xarajat eng muhim narsa. Qaysi xarajatlar boramiz, foyda qanaqa qilaymiz degan narsani formulalar bilan mana shu nizomni belgilab qo'ygan. Ishtin me'yor hujjatni yozib qo'yinglar, keyin darsimizda kim nima o'qigani haqida so'rayman. Qolganlarini o'zimiz to'ldirib, o'zimiz qilamiz. Bular muammo emas. Qaror yozish, nima yozishlar muammo emas. Yozib qo'ydinglar. Ben endi ko'p qanaqa tushungan bilishim kerak. O'zim shuni qarab, keyin gaplarimni shunaqa gapiraman. Sababi ko'plar tez gapirasiz, bizdan biladiganda gapirib ketasiz deydi. Endi so'rayman. Nima ekan bu gaplar hisob? Nima bilan so'raydi? Yo'q, mazaxlardan o'sha nazorat qiladi. Ishda nimasi borda, birinchi yalpi, uzluksiz, o'z vaqtida pulda foydalangan aktivlar, majburiyatlarni hisobga olish. Pulda faqat pulni hisobga olmaydi, aktivlarini ham hisobga olish kerak, qarzni hisobga olish kerak. Bu ish buxgalter hisobi. Yalpi, uzluksiz narsa hisobga olinadi. Bu aktiv deganiz. Aktiv degani korxona hozir o'tadi, yana korxonaning mol mulkining hamma tarkibi aktivimiz. Men aktivman, kostyumim, mashina, telefon men aktivman, mol mulklar aktivman. Pulim men aktivman. Bilasizmi? Mana shu yerda aktiv yozib qo'ygan. Aktivlar ko'rsa, degan aktiv degan. Mana yer, binolar, transport vositalari hammasi aktiv. Ya'ni mol mulklarining joylashgan tarkibi aktiv. Bular tushuntirishasiz. Aktivlar hammasi. Hammasi pulda foydalanishimiz kerak. Milliy valyutada puldan. Xo'p, siz aytgan buxgalteriya hisobining maqsadi nima ekan? Maqsadi o'sha ma'lumot berib borish. Kimga? Shu korxona muassasalariga ma'lumot berib borish. Qanaqa ma'lumot beradi? Hisobot berib
Uni ham bor. Uni signal so'zi bor. Hisob qilib, o'z vaqtida to'liq va ishonarli ma'lumot berib borish. Yolg'on ma'lumot berib borsa buxgaltercha mas'ul bo'lmaydi. To'liq bo'lmasa ma'lumot bo'lmay qoladi. O'shaning hammasi o'zini foydasi bor. To'liq, ishonarli va o'z vaqtida. Bu yalpi uzluksiz bo'lsa, bunda to'liq ishonarli o'z vaqtida yetkazib berish. Tushundingmi? Ichki va tashqi foydalanuvchilarni, ichki korxona xodimlari yoki menejerlar, marketinglar, boshqalar, direktorlar kengash qiladigan bo'lsa, tashqi foydalanuvchilar, investorlar, banklar shunisi. Xo'p, buxgalter hisob usullari nima ekan? Istaqolgan mayli. Aytadilar. Birinchi biz nima qilamiz? Narsa sotib olsak. Hujjat olamiz, chekini berdingiz yoki garantiyasini berdingiz yoki dogovor berdingiz, to'g'rimi? Undan keyin uni inventar beramiz, unga nom beramiz. Nomini unga ism qo'yib, unga raqam qo'yamiz. Keyin o'sha raqam ishlayaptimi yo'qmi, ishlayaptimi kelamiz. Yozuvda aks ettiramiz va balans aks etamiz, hisob tuzamiz shuni. Yaxshi. Mana ketma-ketlik ko'rdinglar. Biz ham birinchi narsa olsak, shunaqa olamiz-ku. O'sha faktura deydi, dogovor deydi, keyin chekini berdi, garantiyasi bormi, yo'qmi deymiz, shunga qadar biz keyin o'zimizda inventar olamiz. Sizlar esa inventar nomerlaring bor. Bizlar ish topshirganlarini hujjat termishidagi deyiladi, hali pasport kopiyasi, bitini kopiyasi, nima, diplom kopiyalar bergan bo'lsanglar, o'sha asosan jurnal tutgan. Jurnal palonchi guruh, palonchi nomerdagi siz nomeringiz. Inventar nomer o'sha. Shuni familiyangiz turadi. Shunaqa inventar raqam beradi. Keyin uni vaqt bilan nima turadi? Inventarizatsiya qilib turadi. Yo'qlama qilib turadi. Yo'qlama qiladi, kim bor, kim yo'qdir. Yo'q bo'lsa inga qo'yadimi? Xuddi korxonada shunaqa. Korxonada yo'qmi, inga qo'yadi. Nega yo'q deydi? Nega yo'q? O'rib ketdimi? Nima yo'q? Kasallik qoldimi deydi. Keyin shunga qarab hisob oladi. Tushunadimi? Tamoyillar kim aytadi? Tamoyillar aytadi. Prinsiplar. Mana uchta prinsip. Buxgalter nima qoidasini o'qish kerak? Birinchi o'rinda nima bo'lish kerak ekan? Ehtiyotkor bo'lish kerak. Ya u o'lmay kiradi, vazifaga kiradi. Ehtiyotkor bo'lish kerak. O'zliksiz yuritish kerak va nima edi? Ma'lumotlar qiyoslanuvchan bo'lish kerak. Ya'ni bir mos tushish kerak. Ma'lumotlar qiyoslanuvchanligi ta'minlaymiz. 18 bor hozir ishlab qo'ydi qonunda. Uning ko'rasizlar har bir tamoyilga ta'rif berib o'tgan. Qonunda bor tamoyil. Eski bular mana shu narsa aytilgan buxgalter hisobida. Maqsadi, vazifa, obyekti, subyekti, predmeti, vazifalar shu narsa aytilgan, boshqa nima yo'q. Endi buxgalter hisobida eng asosiy narsasi mana bu shartlar. Bunga ko'ra oqimadi. Hozir sizlar bilan shartlar rejasini o'qish boshlaymiz. Bu jadval. Harakat jadvali o'xshaydi jadval. Buni misolga ishlaymiz. Hamma mana juda ishlarlar qilingan. Mana shu misolni ishlashni boshlaymiz. Keyin harakat ishlashga qarab keyin o'rganamiz. Yo'q, o'zgarmaydi. O'zgarmaydi shartlar. Aktiv shartlar. Bu uzoq muddat aktivlar. Bular birinchi qism. Xo'p, asosiy vositalar aktiv. Asosiy vositalar eskirish kontrakt hisob. Eskirish kontrakt degan passiv degan, aktivga teskari degan. Aktivga teskarisi passiv degan. Shuning buni hali o'tadigan joyimiz bor, mavzu o'tib ketamiz. Hozir buni faqat kontraktiv passiv degan bildirishlar bo'ldi. Keyin moliyaviy ijara shartnomasi, ya'ni lizing yoki moliyaviy ijara ham aktiv degani. Nomoddiy aktivlar aktiv degani. Hamma qorada yozib turibdi-ku, 0708 bu umumiy analitik shot. Uni tarkibi sintetik shot deymiz. Nimalar kirishi? Mana asosiy vositalarda nimalar kiradi desa, ichidagi 0 bilan 0.9 bo'lgan ketma-ketlikni aytib berasizlar. Nima kiradi asosiy vositaga? Asosiy vosita qo'yilgan narsa kiradi deymiz. Bino, yer, mashina, uskuna, ko'pincha daraxtlar, kompyuterlar, mebellar, mana shunaqalar biz
asos bo'lsa, keyin makro nima kiradi degan paytda uni ishlatib ko'ramiz. O'shani tarkibga kiruvchi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi yozilgan o'sha 0120, 0130, 0140, 01 kiruvchi ketma-ketligi. Tushunarlimi? Xo'p, endi orqa tomonida passivlar bor. Faqat passiv yarim ekan. Bunda yarim nima bor? Tranzitlar bor. Tranzitda T yozib qo'yibdi yoniga. T degani vaqtinchalik shot degani. Buxgalteriya balansiga bormaydi. Bu hammasi moliyaviy natijaga boradi. Moliya hisobotida 4 ta shakli bor. Buxgalteriya balansi, moliya natija, pul oqilati hisoboti, xusus kapital. Biz hozir faqat balans bilan moliyaviy natija o'rganamiz. Keyin ikkilasini oxirida hisobot qilganimizda buni o'rganamiz. Birinchi buxgalteriya balansi aktiv, passivdan iborat. Ikkinchisi tranzitda moliyaviy natijaga boradi. Bu tepada yozib qo'yib moliyaviy natijalarning shakllanishi degan.